Akalar assalomu alaykum. Kaptallarimiz bor sotuvda. Bu otasi, bu onasi. Ko'zni ko'ryapsizlar. Ko'kchek, ko'k ko'zlar. Ko'zi ham zo'r ekan. Hozir bular bolalar bor sotuvda. Tuxumini surib, ular 12-15 kun farq bilan rapochiy qilib o'tirgan ekan. Vahşi kaptar o'zi ko'ryapsizlarmi? Ko'zini ham. Hozir bolalarni ko'rsatamiz. Akalar, mana paypoqlar ham zo'r chiqdi, tuslar buzuq, yaxshi chiqqan. O bittasi tepaga chiqib qoldi. O ikki qizillar birin-ketin chiqqanmi? Ikkosi bir tovoq-a? Moy ikkosi bitta. Ha, bo'ldi. Moy ikkosi bitta. O orqadagi bilan. Ona tepada turibdi bittasi. Bah. Monon bilan alo, bu moda anonlar. Kamashi modasi. Tashi kankret ketdi. Mana tashlayman men. Tashlaymiz, ko'ring. Cho'rada. Ko'ryapsizlar orqadan vahshiy gabaritli moda. Kamlik. Qanot yurar ekan. To'xtatib bitta qilasiz. Bunisi otasi. Ko'zi zo'r hammasini. Yoshi necha yosh aka atrofida? Necha yoshda atrofida? 2 yosh, hali yana kallalar buzilib. Bu juvonalarda paypoqlarni ko'ryapsizlar, oyoqlarni ko'ryapsizlar. Kelib, ko'rib olib ketaverasiz asakada. Stelodi yonidan kiriladi. Mana bittasi mana. Kimni zotladi? Lina kimni linasi? Odil Hoji akaning linasidan ekan, asakadan. O'g'loy deydi. Mana paypoqlar ashi gabaritga chiqqan. Ular so'ralasiga 2 million bo'lsa beraman deyapti. So'ralar joni tayyor. Ishlata katta qolasizlar, lekin to'ralasi bir qon. To'ralasiga boshqa oq solasizlar. Bu ikkitasi, o bitta oqi. Bittasi uni gabaritga chiqqan. Ular ot enasin.